Butun dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lib kelayotgan va rekordlarni urayotgan Neja 2 multfilmi faqat Xitoy davlatining o'zida premyera qilinib, 2 milliard dollardan ko'proq kassa yig'ib, barcha davrlarning eng kassabob 5-filmi bo'ldi. Bugungi videoda sizlar bilan multfilmning birinchi va ikkinchi qismlarini tahlil qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. Neja 1 multfilmi 2009-yilda chiqarilgan. Multfilm atiga 20 million dollarlik byudjeti bilan 742 million dollar kassa yig'gan. Tushunishinglar uchun, Kapitan Amerika to'g'ri Jasur yangi dunyo filmining byudjeti 200 million dollar va hozirgacha 391 million dollar kassa yig'gan. Demak, Neja 1 multfilmi ham juda omadli bo'lgan. Neja 2 multfilmi esa undan ham o'tib tushdi. Multfilm 80 million dollarlik byudjeti bilan 2 milliard 92 million dollar kassa yig'di. Bu juda ham zo'r natija. Multfilm Yulduzlar jangi, Kuchning uyg'onishi filmidan o'tib, butun dunyodagi eng kassabob 5-proyekt bo'lib turibdi. Multfilm shunga yarasha juda qiziqarli. Multfilmning birinchi qismida ham, ikkinchi qismida ham komediya, kulguli, sarguzasht, jangar sahnalar juda ham ko'p. Xo'sh, Neja qanday yaralgan? Birinchi qismning boshida ming yillar davomida yer bilan osmon o'rtasida marvarid shakllanadi deyilgan. Marvarid hayotning energiyasidan kuch olib yashaydi va rivojlanadi. Oldindagi hammasi yaxshi edi, lekin u yomon energiyani, ya'ni quyoshni ko'rib, uni o'ziga singdirgan. Natijada yovuzlashgan va buyuk ustoz Tenzu uni jilovlash va to'xtatish uchun ikki shogirdini yuboradi. Biri Ta Injenjey, ikkinchisi yarim odam yarim yo'lbars Shen Gengbao. Ularning marvaridga kuchlari yetmaydi, lekin buyuk ustoz Tenzu marvaridni qozonga qamaydi va uni yondirib, undagi yaxshilik va yovuzlikni ikkiga bo'ladi. Shunda yaxshi va yomon marvarid shakllanadi. Yomon marvarid juda xavfli bo'lgani uchun ustoz Tenzu marvaridni doibat qilib, 3 yildan so'ng chaqmoq zarbidan halok bo'lishini aytadi. Unga qadar marvaridlarni asrashni Ta Injenjeyga topshiradi va unga yaxshi marvarid tug'ilishi kerakligini aytadi. Bu ishni buyuk ustoz Shen Genbaoga topshirmagani uchun uni jahli chiqadi. Bola tug'ilishiga yaqin hayot marvaridi unga ato qilinishi kerak bo'ladi, lekin hayot marvaridini Shen o'g'irlab ketib, zanjirband ajdarlarga beradi va ajdarning o'g'li tug'ilganda unga hayot marvaridi beriladi, lekin Neja yomon marvaridni qabul qiladi. U tug'ilishi bilanoq hamma yerni vayron qiladi. Shu bilan Nejaning sarguzashtlari boshlanadi. Neja qanday paydo bo'lganini bildingiz. Qishloqda Nejani hamma yomon ko'rardi, uni iblis deb atashardi. Bu esa Nejaga yoqmasdi. Shen yaxshi marvarid sohibini tarbiyalab, unga jang qilishni o'rgatadi. Ta Injenjey esa Nejaga o'z kuchini boshqarishni va behudaga ketmaslikni o'rgatadi, lekin Nejaga deb bilganini qilardi. Bir kuni Neja va Oabing uchrashib qolishadi. Oabing bu ajdar o'g'li va yaxshi marvarid sohibi. Ular do'stlashishadi. Hammada savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Nega ajdaholar suv ostida janjallangan? Ajdarlar dengiz maxluqlari bilan kurashib, ularni yengishgan va Oabingning otasiga ajdaho qiroli unvonini berishgan. Ajdarlarning tagida ular yengan dengiz maxluqlari saqlanadi. Agar ajdarlar joylarini tashlab ketsa, maxluqlar ozodlikka chiqadi. Shu uchun ajdarlar u yerni tark etisha olmaydi. Ajdarholar ham maxluq bo'lgani uchun ularga osmondagilar ishonishmaydi. Osmon haqida Neja 2 multfilmida to'liqroq ma'lumot berishgan. Neja o'z tug'ilgan kuniga Aobingni chaqiradi va u keladi. Kelganida Neja bilan jang boshlanadi. Neja o'zi haqidagi haqiqatni bilib qolgandi. Unga Shen aytib bergandi. Ya'ni 3 yildan so'ng hozir chaqmoq urishi yordamida yo'q bo'lishni bilib olgandi. Neja ular meni o'limimni xohlashadi deb o'ylaydi, lekin Nejaning otasi Ta Injenjey bilan uni qutqarib qolish uchun, Nejaning o'rniga o'zi halok bo'lish uchun sehr qildirgandi. Neja jahli chiqib, butun qahrini qishloq aholisiga sochadi. Uni to'xtatish uchun Aobing keladi va Nejani tinchlantiradi. Ta Injenjey hayot marvaridini ajdaholar o'g'irlaganini Tenzuga aytib beraman degach, Aobing butun qishloqni aholisini o'ldirmoqchi bo'ladi. Keyin jang boshlanadi. Jangda Neja Ta Injenjey bilan Aobing Shen Gao bilan jang qiladi. Jang juda qiziqarli va kulgili bo'ladi. Ayniqsa har ikkichiga kirganda Neja qishloqni qutqarib qolib, hayot marvaridi sohibi Aobingni yengadi va Nejani o'ldirish uchun chaqmoq kelganida u bilan birga yonma-yon Aobing ham turadi. Chaqmoq bitta marvaridni o'ldirishga qodir, lekin ikkalasini yo'q qila olmaydi. Neja va Aobing o'lishmaydi.
faqat ularning tanalari o'ladi, lekin ruhi saqlanib qoladi va birinchi qism tugaydi. Birinchi qism ancha qiziqarli, lekin ikkinchi qism birinchisiga qaraganda ancha jiddiy va jang sahnalari ko'p. Ikkinchi qism yana masshtabliroq. Birinchi qismda barcha voqealar qishloqda bo'lib o'tadi. Ikkinchi qismda esa juda ham ko'p joylarda bo'lib o'tadi. Ikkinchi qism Neja va Aobing birgalikda samoviy chaqmoq zarbasiga uchrab, ularning jismoniy tanalari yo'q qilinadi. Ularning ruhlari yo'q bo'lib ketmasligi uchun ustozi Ta Injenjey 7 rangli muqaddas lotusni ishlatib, ularning tanalarini qayta tiklaydi. Ularning ruhlari yo'q bo'lib ketmasligi uchun ustozi Ta Injenjey 7 rangli muqaddas lotusni ishlatib, ularning tanalarini qayta tiklaydi, ammo ular hali ham zaif bo'lib qoladi, chunki tanalari hali to'liq tiklanmagandi. Aobingning otasi Sharqiy dengiz ajdaho qiroli Ao Guang o'g'li vafot etdi deb o'ylab, o'g'lining ustozi Shenganboga va boshqa 3 ta dengiz ajdaho qirollari bilan birgalikda Chintang domiga hujum qiladi. Chintang bu Nejaning qishlog'i. Aobing Chintang davonini himoya qilishga shoshiladi, lekin yangi tanasi haddan tashqari kuch sarflash tufayli parchalanib ketadi. Ao Guang sulh tuzishni taklif qiladi. Agar Neja va Aobing 7 kun davomida Nejaning tanasini bo'lishib, samoviy sinovlardan o'tib, yangi tanani yaratish uchun eliksirni qo'lga kiritsalar, u holda Ao Guangning qo'shinlari chekinadi, ya'ni ajdalar bilan jang bo'lmaydi. Sinovlarda Neja va Aobing birgalikda turli vazifalarni bajarishadi. Har kuni ular har xil raqiblar bilan bellashishadi. Oxir-oqibat eliksirni qo'lga kiritadilar. Chunki uchun Nejaning tanasida Aobing yashaydi va sinovlardan Neja emas, Aobing o'tadi. Chunki samoda qo'rqash qattiq, hamma marvaridlar haqida biladi. Nejada esa yomon marvarid bor edi. Biroq Neja samoviy sektor rahbari Wuliangning xiyonatini bilib qoladi va u bilan kurashadi. Wuliang shimoliy, janubiy va g'arbiy ajdarlar bilan tilik biriktirgan ekan. Ajdaholar agar sektor rahbari Wuliang ularni zanjirlardan ozod qilsa, ularga xizmat qilishlarini aytadi va sektor rahbari rozi bo'ladi. Ular qolgan barcha ajdaholar dengiz maxluqlarini chiqib bo'lmaydigan qishloqdan ham kattaroq qozonga qamashadi. Lekin u yerdan Neja, Aobing, ajdarlar va dengiz maxluqlari birlashib chiqib ketadi. Nejaning onasi esa o'ladi. To'g'rirog'i ruhi qoladi. Neja va Aobing birgalikda Wuliangni mag'lub etib, Chintang davonini va ajdaholarni qutqaradilar. To'liqroq aytsam, ajdaholar qiroli o'g'li Aobingni o'lgan deb o'ylab, qishloqni yo'q qilmoqchi bo'ladi va shunday ham bo'ladi. Lekin qishloqni yo'q qilishga u buyruq bermagandi. Qishloqni yo'q qilishga Aobingning ustozi Shenganbao buyruq bergan deb o'ylashingiz mumkin. Qishloqni aslida sektor rahbari va 3 ajdar yo'q qiladi. Dengiz maxluqlari bilan qishloq butunligicha vayron bo'ladi. Neja ota-onam o'ldi deb o'ylab, juda ham jahli chiqadi va Aobingning otasi bilan ham jang qiladi. Lekin Neja, ajdaholar qiroli ham jangni to'xtatishadi, chunki Neja ota-onasi tirikligini ko'rgach, hovuridan tushadi. Ajdaholar qiroli esa o'g'irlikligini biladi. Birinchi qismda ko'rsatilgan buyuk ustoz Tenzu Wuliangni qilgan ishlaridan hali xabar topmagan va u xabar topmasligi uchun bor kuchi bilan harakat qilmoqda. Aslida filmning o'zi hech qanday ajdaholar emas. Filmning o'zi hamma yaxshi deb o'ylagan sektor rahbari. Shunday qilib, sektor rahbari Wuliang Neja va Aobingga yengiladi va qo'shini bilan samoga qaytib ketadi. Multfilm hali yakunlangani yo'q. Shunday ekan, 3-qism aniq chiqadi. Bunga sabablar ko'p. Filmda yuqori sifatli animatsiya va vizual effektlar mavjud. Xitoy mifologiyasining boy merosini aks ettiradi. Harakat sahnalari, dinamik va dramatik personajlarning rivojlanishi esa chuqur va ta'sirli. Neja kino faqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziqarli bo'lib, do'stlik, fidoyilik va adolat kabi mavzularni o'rtaga qo'ygan. Filmning musiqasi ham alohida e'tiborga loyiq bo'lib, u an'anaviy Xitoy xalq musiqasi va zamonaviy orkestr elementlarini birlashtiradi. Bu esa tomoshabinlarga yanada hissiy tajriba taqdim etadi. Hali Neja haqida kanalda juda ham ko'p videolar chiqadi. Masalan, sektor rahbari nega o'zligi, ustoz Tenzu qayerdaligi, Neja, Aobing, ajdalar qiroli haqida videolar chiqadi va Neja bir multfilmini ham alohida video qilib, to'liq tahlil qilib beraman. Hali multfilmning raqamli ko'rinishi chiqqani yo'q, lekin tez orada chiqariladi. Multfilmning ikkala qismini ham o'zbek tilida va yuqori sifatda MyFilm News kino kanalidan tomosha qilishingiz mumkin. Kanal silkasi opisaniyada bo'ladi. Ikkala qismni ham to'liq syujetini aytib bermadim,
chunki multfilmning qiziq olmasi necha uch qanday bo'lish haqida ham tez orada kanalda video chiqadi. Multfilmni menga yoqqan taraf ko'p. Masalan, hazillar, action sahnalar, jang sahnalari, mashtab, katta janglar. Multfilmning oxiridagi jangi esa gap yo'q, juda ham zo'r chiqqan. Mashtab bo'lsa juda ham katta. Personajlar haqida keyingi videolarda to'liq gaplashamiz. Yoqmagan tarafi esa Nejaning onasi halok bo'lishi. Bugungi videoda sizlar bilan Neja multfilmi haqida gaplashdik. Agar videoga hali ham like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tezda like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sonic 3 filmi, Kalmar o'yini 2-sezon, barcha qismlari, Kapitan Amerika Thor, Jasur yangi dunyo, Neja 2 va yana qiziqarli film va multfilmlarni kino kanalimdan bemalol opisaniyadagi ssilkadan o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Kino yangiliklarni esa Film News asosiy kanalidan kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Barcha kanallar ssilkasi opisaniyada. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lgach, qo'ng'iroq shu tugmasini ham bosib qo'ying. Shunda yangi video chiqqanda o'tkazib yubormaysiz.